Instagramda hammada Buxorodagi Biennaleni ko'raverib, biz ham o'z ko'zimiz bilan borib ko'rishga qaror qildik. Hozir men sizga bu maqsad uchun taxminan qancha ketishini aytib o'taman. Samarqanddan Buxorogacha Afrosiyob poyezdiga ikkita bilet 392 ming so'm. Buxoro vokzali eski shahardan uzoqda ekan. Yetib olish uchun taksiga yana 50 ming so'm berdik. Ko'rgazma eski shaharda, kirish bepul. Ko'p qiziqarli art obyektlar bor edi. Ko'pligidan qizimiz hatto uxlab qoldi. Ayanaga cho'poncha oldik 120 ming, obedga 350 ming. Eski shahardan Arkgacha skuterda yetib oldik. 30 ming. Skuterchini haydash qobiliyatini ko'rgan Ayana hayratda. Ark qalasiga kirib, panorama videoga ham tushdik. 100 ming so'm. Va yana Shuxov bashniyasiga ham ko'tarildik. 2 kishiga 40 ming so'm. Ko'tarilib tushgach, Yandex taksi bilan vokzalga qaytdik. 40 ming. Uyga qaytish ham 392 mingga tushdi. Umumiy 1,5 million so'm atrofida. Bilaman, Buxoroni ko'rish va to'liq his qilish uchun 6 soat kam, lekin biz aynan ko'rgazma uchun bordik va shu orqali eski shahar obidalarini ham aylanib chiqdik. Tavsiya qilaman. Ko'rgazma 20-noyabrgacha davom etadi. Ulgurib qoling.